mana shuning uchun ham biz Buxorodan mehmon taklif etganmiz. Xonanda Elbek Jabborov studiyamiz mehmoni. Keling ularni taklif etamiz. Demak, diqqat qiling azizlar, xonanda Elbek Jabborov. Marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat. Uzolmasman ko'zimni hech taqiqlar lolingdan nasib etgaymikin jonon menga chashmiz lolingdan uzolmasman ko'zimni hech taqiqlar lolingdan nasib etgaymikin jonon menga chashmiz lolingdan seni ko'rganda balqonda qolib barmoq yalaydirman qachon yetkaymikin totmoq uchun ul qadra bolingdan uzolmasman ey ko'zimni hech taqiqlar lolingdan yonib otaşdaman hicron o'ti kuydirdi-ku bag'rim tushar musoya boshimga sening nozik niholingdan qaro ko'zing qaro qoshing meni hayratga solmoqda desam andoza olgaymush qaro zulfing tolidin uzolmasman ey ko'zimni hech taqiqlar lolingdan ijozat aylagay mumkin o'zimga istaliklar deb chizarga suratingni bir so'rab ko'rsam hilolingdan o'shal Shirozli janoni o'zingsan asli ortolmas Samarqandu Buxoroni mahosi bitta holingdan uzolmasman ey ko'zimni hech taqiqlar lolingdan o'shal Shirozli janoni o'zingsan asli ortolmas Samarqandu Buxoroni bahosi bitta holingdan umrlar ko'p davom etsa hattoki sayib qolsam yasharga talan shokir nasib etsa visolingdan uzolmasman ey ko'zimni hech taqiqlar lolingdan uzolmasman ey ko'zimni hech taqiqlar lolingdan